Bugun sizlar bilan qanday qilib Tashkent Perfect University'ning talabasi bo'lish mumkinligini birgalikda 5 ta qadam bilan ko'rib chiqamiz. Saytimizga quyidagi havola orqali kirib olamiz. Ariza topshirish tugmasini bosib, profil yaratib olamiz. Buning uchun raqamingiz va o'zingiz xohlagan login parolni kiriting. Yuborish tugmasini bosing va sizga SMS bo'lib kelgan parolni kiritamiz hamda tasdiqlaymiz. Birinchi qadam: pasport ma'lumotlarini kiritamiz. Tug'ilgan kun, oy, yil, pasport seriya va raqam. Ma'lumotni saqlaymiz. Ikkinchi qadam: qabul turini aniqlaymiz. Uchinchi qadam: yo'nalish, ta'lim shakli, ta'lim tilini belgilab olamiz. Imtihon shaklini tanlab olamiz. To'rtinchi qadam: ma'lumotlarni ko'rib, tasdiqlab olamiz. Agar siz onlayn imtihon shaklini tanlagan bo'lsangiz, chap tomondagi menyu bo'limidan imtihonlar sahifasiga kirib, test jarayonlarini amalga oshirasiz. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsangiz, sizga tabrik va shartnoma beriladi. Tabriklaymiz! Siz kelajagingiz uchun to'g'ri tanlov qildingiz. Tez orada operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi.